oytaqcha, voy bering, keliningizga bermagan pulni go'rimizga akitamdiq deyman. Uylarni tozalab, ichtirib qilyapamda keliningiz. Voy amsi bering, biram munqoy, ma basingiz ozlik qildi, ma mening kelinim uylarni tozalash uchun men bo'lsam beratdim. Qiynapangsa, faqirab ketibdi-ma, ropras. Tamaq asi 500 qo'y berdingizmi? Qiynapangsa, oltin oshqoziningiz nima tamoqqa tatidiki? Men hozirlik tayyor qilmay, ropras. Bek ishchango'y, kelin qiz bugun siz. Pulning kuchi. Yo'q, qiynapangsa, sizning xizmatingizni qilish mening sharpim. Ropras. Shejidagi kirlarni avval bir yutib qivitam sizga. Ma'qul, menga topshiring qiynapa. Asli munda ishqa soldigan to'to'ning po'qtiga bu asli. Qudam rahmat, qizingizni ash pulga dumli tushadigan qilib tarbiyalab berganingizga men uchun. Qiynapangsa, chisti u ketdi. Qancha qo'yliq ish qilayotgandek turmayman. Mushu oytaqchining kelinichu oshu teshig'i chiqib sodi setiqlarni shunday yaxshi qilib kirdiga qarang kelin qiz. Osh tiqib qo'ygan pullar batga zodi. Osh pullargacha bir nimlarni akirib, go'sh-po'sh saylarni akirib uy degani to'shqiz yetibdi qarang. Shundan bilan oytaqchi ta'sirlanib, oshu ming qo'yib beribdi qarang. Kelin, nimsay akirsiz men tiq demidim. Bo'pti mana, tiqib qo'ygan osh yenida barnimi suzib oldigan bo'ldim. Yaxshi amal topdim. Opa, men keldim. Kela balam, qanday o'qishlaring? Bo'p qoldi, bugun imtihon bergan. Yengam qini, uylarni toza pechat qilyaptinglarmi nima? Zodirishki yengangchi osh mening oldam xaltamga tushyapti qara. Qanday opa? Qiynapangsa, men keldim. Qissiq pochaqa keldim, pochaq. Do'day qalpik qiyin singlimi kapti-ku? Qalpik semirib qolgan qiyin singliyam. Qanday uyni ichi chiski o'kitibdi-ma? Mening tuhpam. Tozalab qoldingiz-ku bugun xo'shligingiz tutib. Qiynapangsa, endi hisobotni qilib yetamdim. Men tushdan keyin gullik ko'ylak olmay ropras. Papa, menga 2000 qo'y beray, kitob olma. Avval meningkini bir taraf qilaversin, qiyin singliyam. Tamto'dan o'saga qo'ng'iz chiqqandek nodin keldi bu qiyin sisiq. Mening dasmelarim pinjakning yanchiqida qiqapti, men ochiqay. Kitob elish muhimmi, ko'ylak elishmi yanga? Men gullik ko'ylak olsam kiyma. Siz-chi kitob olgan bilan o'qapdingiz? Bir kitobni bir to'liq o'qigan bo'lsangiz-chi, men 4 qitim sinib qolamdingiz, voy. Qoldiq qiyin qiz. Men mush uyga kelin bo'vatgandan beri o'qiyotdingiz, siz dosh uyda texi ichib bittamidingiz. Nima? Qiynapamning kichiki, o'z-o'zligini qara bu bezgakni. Okamga deb qo'yig'iz yetmagu qarab turing sizni. U beshining kayniga chevinchich qo'ygan okangizni mening qo'yib etmaganimga voy qo'shiling, qiyin qiz. Nimanda qildi? Nimalan deyish ketayotgansizlar cho'ji xo'razdek. Maqtavatma qiyin qizni qiynapa ropras. Appa! Bolam, 2000 qo'y ola. Ondinchi oshxona uydachi pochoq ba. Kirib yeb ola menga. Yerlik to'xoning pochiqidek turdi. Yengam akirdi bayam. Ma'qul appa. Pochoq yeychi toza. Yanga, sizmichu berib opingizdan eling pulni. Mening opamga o'tkiz qo'ymagan bo'lgankin. To'xta bolam, men senga qizitib beray, aningdiki ye. Uyni men tozasam qiyin qizga bersiz-da, qiyin opa pulimni. Siz yana qiyiqaga yalavuz tozalashtiring. Ma onu bal shirlani. Ma qiyin mo'may qizini ko'sil osmon zimin o'zgardi desa, go'sh bilan yog' bir tuqqan piyozning kuygan debdiki. Xap yomonlab ketmayman. 2 kundan keyin ropras. Yomg'ir ko'ta qiyin qiz, pochoq meni.